Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehrli obunachilari. Mana yana bitta chiroyli, sehrli ishlarimiz Farg'ona viloyati Chimyon qishlog'iga mana nihoyatda bir go'zal shaklda ishlar qildik. Mana tandirlarimiz nihoyatda go'zal bo'lib pishdi. Ishlari 60 kilo ko'mir bilan pishib chiroyli bo'lib oqardi. Xudo xolasa mana ustilariga bir mozaika shaklda kafellar bosdik. Inshaalloh akalar, mana 3 ta qozonimiz, 60 litrlik, mana o'rtacha qozonimiz, eng kichkina qozonimiz va yonlarida baki. Flagadan bo'lgan baki, mana jumraylari bor bu yerda. Xudo xolasa akalar, mana chiroyli bo'lib ishlarimizni yakunladik. Baho berishlardan akalar, ikkita qozonimizga 200 li asbestos o'rnatdik, 150 li asbestos o'rnatdik. Akalar, tandir ham o'zimizniki. Xudo xolasa o'zimiz tandir xonadonda yasaymiz. Akalar, tandirimiz ichlari, uzoqdan ko'rinishlari mana akalar. Mana shu turgan joyimizga 700 ta pishirish ketdi. Xudo xolasa 700 ta pishirish ketdi akalar. 140 cm tandirimizga ketdi, 3 metr, 3,5 metr o'chog'imizga ketdi mana akalar. Xudo xolasa nihoyatda go'zal bo'lib chiqdi. Baho berishlardan bu tomondan ko'rinishlari, mana flagada to'y marosimlarga chiroyli choylarni qaynatib berilaveradi. Mana bu tomonda kichkina qozonimiz, bu tomonda o'rtacha, katta qozonimiz. Mana ustilarda mozaykalarigacha bosib, kafellargacha qo'ydik. Xudo xolasa akalar. Mana bizni kuzatishda davom etinglar. Mehri kuloldi ishlari. Mana shunaqa chiroyli ishlarda xalqimizga, yurtimizga ulashaveraylik. Xudo xolasa tandir ham bor o'zimizda, qanaqangi bir razmerda bo'lsa yasab berilaveradi.